Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iloji bo'lsa sizlardan bir nima so'ramoqchi edim. Menga qarang, sizga o'xshagan odamlar ham ko'payib ketdi. Ozgina uyalsangiz bo'lmaydimi? Erkak kishisiz. Undan ko'ra ko'chaga chiqib ishlang. Sizlar meni noto'g'ri tushundingiz. Siz to'g'ri tushundim, aka, iltimos. Ishdan ham buzmang, ovqatlanyapman. Men mana shu Oybek osh markazining xo'jayini bo'laman. Mashinamni olib chiqishim kerak. Ana o'tirgan mashina sizlarnikimi? Yo'q. Ismingiz nima edi? Bahodir. Menga qarang Bahodirjon. Odamni tashqi qiyofasiga qarab hech qachon baho bermang. Mana shu o'tirgan joylaringizni pulini to'lamang. Kassaga o'zim aytaman. Xo'p? Aka. Xijolat bo'lmang. Erkak bo'lish kerak, a? Bizdan qancha bo'ldi? 250 ming so'm bo'ldi. 250 ming tak. Uyga olib ketishga ham 250 minglik hisob bering. Hammasini ukam to'laydi. Kim edi uka? Ukam Bahodir. Bahodirjon. Ho, aka. Aytdim, kassaga. Bo'ldi, aka, gap yo'q. Bo'ldi. Mayli. Qani uka toza bo'lib qoldimi? Ha, toza bo'lib qoldi, aka. Hali tezlashtir. Bundan keyin qozon tovoqlarni ham yuvishing kerak. Senga maslahatim, yo'ldan chiqqan har kimga ham akajon deyaverma. Sen akangni. Voy mani aka hollarim